bolam deydi matematikaga qiziqmas edi, mana siz ochganingizdan beri qiziqib kelyapti deydi grupangizga. Ustoz, birinchi beradigan savolimiz, kursdan oldin matematika darslarida sizni eng ko'p qiynaydigan muammo nima edi? Kursdan oldin men mantiqiy savollarga ozgina qiynalardim-da. Bu kursga boyagi kishi aytgandek birdaniga kirib qoldim. Birdan to'lov qildim. 1 kunga bo'lgan narsa bo'lganda. Yo'q, mantiqiy masalalarni osongina ishlayapman. Hozir yaxshi faoliyat olib boryapman. Hozir 30 ga yaqin shogirdlarim bo'ldi. Mana shu kursni boshlaganingizdan beri, qo'shilganimdan beri olyapman shogirdlar. Ha, demak, super matematika kursida hamma xursand. Yaxshi ustoz. Demak, super matematika kursida qo'shilganingizdan buyon o'quvchilar soni 30 ga yaqin bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ha, men o'zi to'garagim yo'q edi. O'sha super matematika guruhiga qo'shildim, keyin to'garakni ochdim-da. Birgalikda ham to'garakni ochdim, ham guruhiga qo'shilib birdaniga boshlab yubordim ishimni ham. Juda yaxshi ustoz. Hozir yaxshi. Ikkinchi savolimizga ham javob berib qo'ydingiz. Kurs davomida sizning matematika o'qitish haqida qarashingiz qanday o'zgarish bo'ldi? Ya'ni matematika o'qitishda, kurs o'tishda. Yaxshi. Men avval o'zi matematikaga qiziqardim-ku, mantiqiy jihatdan ozgina qiynalardim, aytib o'tdim. Yaxshi, hozir bemalol faoliyatimda muammo bo'lmayapti, yaxshi olib boryapman, o'rganganlarimni qo'llab. Xo'p, juda yaxshi ustoz. Uchinchi savolimizga keladigan bo'lsak, kursda o'rgangan qaysi metod yoki qaysi qo'llanma, qaysidir yangilik darslaringizda qo'llab boshlaganingizdan keyin o'quvchilaringizda qanday o'zgarish bo'ldi? Aytaylik, ular ko'rmagan metoddan, ular ko'rmagan qo'llanmadan foydalanishingizdami? Sudokularni o'tishni boshlaganimdan o'zi hammasi qiziqib, boyagi rasmli rebuslar nimalarni olib bordim-da. Demak, bosh qotirmalar bo'ldimi? Bosh qotirmalardan boshladim. Yo'q, o'quvchilar birdan ko'payib, bir-biriga aytib, hamma qiziqib kelaverdi o'zlari. Hamma qiziqib, ota-onalar ham rahmat aytib ketishyapti. Bolam deydi matematikaga qiziqmas edi, mana siz ochganingizdan beri qiziqib kelyapti deydi grupangizga deydi. Yaxshi, o'sha sudokulardan boshladi. Ha, demak, endi davom ettirasiz qolgan bosh qotirma. 20 ga yaqin bosh qotirma o'rgandik, hammasini PDF-larni tashlab berganmiz ustoz. Va oxirgidan bitta oldingi savolimiz, ustoz, agar bu kursga qatnashmagan bo'lganingizda nima yo'qotgan bo'lardingiz? Bu kursga qo'shilmaganimda to'garagim ochmasdim. Vaqtim besamar o'tib ketaverardi-da. Hozir ham to'garak, ham ish faoliyatim ham bo'lyapti. Vaqtim o'tardi demoqchiman-da. Ha, vaqtdan unumli foydalanyapman, to'garak ochib ham qo'shimcha mablag' hammaga ma'qul kelyapti. Yaxshi, ustoz, sir bo'lmasa, bitta bolaga necha puldan to'garab o'tasiz oyiga? Oyiga 100 mingdan. Oyiga 100 mingdan 30 o'quvchingiz bor shunda, to'g'rimi? Ha, 30 ga. 30 o'quvchingiz o'rtacha hisoblaydigan bo'lsak, demak, kursni boshlashingizdan tortib, kursning yakunigacha 30 o'quvchi yig'dingiz va o'rtacha 100 ming so'mdan o'tib, qo'shimcha 3 million so'm daromad qilyapsiz. Biz bundan juda ham xursandmiz ustoz, natijalaringizga. Xo'p. Endi oxirgi savolimiz ustoz, kurs to'lovi haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'pchilik o'quvchilar kurs narxiga qimmat yoki hozir o'qiy olmayman degan narsalarni qilishadi. Ko'pchilik chunki boshlang'ich sinf o'qituvchilari yoki boshqa joyda dars beradigan o'qituvchilar, balkim hammaning sharoiti ham bir xil emas, lekin o'rtacha oladigan bo'lsak, o'qituvchini moliyaviy jihatdan kelib chiqqan holda, sizning fikringizcha kurs narxi o'zini oqladimi? Sizga to'g'ri keldimi? Ya'ni o'zingiz ma'qul bo'ldimi sizga kurs yakunida? Agar kursdan samarali foydalansa, hammasiga yetadi. O'zini o'zi qoplaydi-da. Demak, o'zi kursga 1 millionga yaqin to'lov qildingiz. 1 millionga yaqin to'lov qildingiz, 800 qanchadir. Va bir oylik ichida o'sha 3 million so'm daromad qilyapsiz. Demak, yaxshi ustoz, bundan xursandmiz. Kelajakdagi ishlaringizga omad,